istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda o'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Unga gap tegadi, men yomon bo'lsam, keyin qanday yashar boshini eksam. Men bormanki mehr kutmas boshqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Bugun eng chiroyli gullarni olib, qo'liga berayin ketsin quvonib. Axir yashayapti menga ishonib. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu Assalomu alaykum. Umid onajonim, yaxshimisiz onajonim? Salomatmisiz? Onajonim, bugungi shukrona yonlaringiz, tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Onajon, ilohim muborak bo'lsin. Martabalaringiz ulug' bo'lsin. Onajonim bilan birgalikda qo'shaqaringlar. Ilohim umr safarlariga boringlar, haj safarlariga boringlar. Ana shu vaqtda ham kelib, mana shunday quvonchingizga sherik bo'lishlikni Allohim bizga muyassar aylasin. Onajonim, bugun xonadoningizga barcha farzandlaringiz, ikkita o'g'lingiz qanday safarlagan qizingiz nomidan tashrif buyurdik. Ulardan mana shunday kichkina arzimas sovg'ani katta sovg'a sifatida qabul qilasiz degan umiddamiz. Onajon, qalbingizga ozgina bo'lsa-da quvonch olgan bo'lsak, biz maqsadimizga erishdik. Ilohim uyingizda mana shunday yaxshilar qadamlari, hollar ifora aramasin. Farzandlaringiz rohatini rohatlarda, kamolini kamollarda ko'rib yuring. Uyingizda faqat yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Safarda yurgan qizingizni ham safarlari bexatar bo'lsin. Uyingizga to'lib osh qaytishlik, bir dasturxon atrofida taom yeyishlik sizlarga nasib aylasin. Rahmat. Jonimga do'st qadrdon, ko'rmasam ko'ngil vayron, tabarruk tardi inson, himmatimsiz onajon. Farzand deb dard chekkanim, to'rt tomonga chopganim, bu dunyoda topganim davlatimsiz onajon. Rizqim qator terilgan, yurakka dard berilgan, onam bor deb terilgan savlatimsiz onajon. Sizsiz yurak bo'sh yurakmas, sizsiz tilak tilakmas. Bu farzandlaringizga jannat kerakmas, jannatimsiz onajon. 15 yillik ro'molini qilib yangi der, yoqar menga shuning rangi der. Menga ul-gul olib beray deb urinma, o'zing yaxshi kiyin deydi mehribon onam. Ba'zan yo'qlab borolmayman vaqtimdan nolib. Ishga bo'lgan muhabbatim kelganda g'olib, o'zim aybdor bo'lsin yonimni olib. Senin ishing qiyin deydi munisam onam. Onajonim, bu so'zlar, bu tabriklar barchasi siz uchun maxsus. Farzandlaringiz tomonidan atalgan. Onajonim, shu farzandlaringizga bir chiroyli duolaringizdan berib qo'ying, keyin raqsga tushamiz. Rahmat.
hammaga shunday yaxshi kunlar ko'p bo'laversin. Yaxshi kunlarda, yaxshi dasturxon atrofida uchrashib yurib, sog'lik bo'lsin, salomatlik bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Ballarım, kızım, vergi rahmet. Olsun, teşekkür ederim. Etkenlerim için rahmet. Ömür yaşlarımız ak boğay, mertebelerim benim boğay Kudayım. O kızların rahatını göreyim жүргейсіңдер сендерде. Қартайып, немере сүйіп, шөбере сүйіп жүргейсіңдер балаларым, рахмет. Мына келген ағайын туыстарыма, аға жеңшемдерге, аяпаларыма, бәріне сіңілдеріме рахмет айтамын. Келіндеріме, барлығының сондай жақсы күндерінде барып, жақсы күндер қатынасып жүргеніңіз барлығымыз, рахмет барлығымызға. Қадамдарыңызға нұр жаусын. Rahmat onajonim, duolaringiz ijobat bo'lib, hayotingizda ham ko'rinsin. Farzandlaringiz nomidan, farzandlaringiz sizni dunyolarcha yaxshi ko'rishini, sizni har doim mehr muhabbatda qo'yishlarini ham aytib o'taman. Onajonim, mana shu tomonda otajonlarimiz, otajonimizning bojalari bor ekan, ularni ham ozroq tabriklarini eshitamiz. Kelolmay qolgan Qozog'istonda singlim Ravshan, Serek, senlarning ham Xudoning qutlaqlarini qabul etdim. Rahmet, inim bor, Murod, barlarga rahmet. Qutlab o'tirganlaring uchun kelolmay qolgan do'stlarim bor, rahmet. Ayapamlar bor, Qozog'istonda meni. Ayapa, ana-opamlar bor. Qaynlarim bәріне rahmet. Mana bugun maqsadim menda yaxshi negan meripaliyateti meni ödeydi. Tug'ilgan kunlar qutlu bo'lsin umida. Ular yo'llangan uzoq bo'lsin, ballarning oldida, elimning oldida, vaqtlarda sog'-salomat yuradi. Yo'lning uzoq bo'lsin, qo'sa qartang, ne orzu minnamiz yetaveringlar. Assalomu alaykum. Baba. Aktarın negelerinin kızıklığı nesirde olsun. Allah onların uzak olsun. Kutamen tek kartayıp jasap, o aktarın boylarında hizmet alıyor. Untuk kuburan kuburan maksud kendi kata kudayım. Mutlaka kızın doğru nasip ettikleri dari köyüme. En zaman gün mumunda doğru olsun. Ben bak bileyim. Mumundaktan uzak olsun. Şimdi böyle.